Assalomu alaykum qadrli obunachilar va mehmonlar. Trenduz kanaliga xush kelibsiz. Ushbu video roligimiz orqali yana Sadoqatsiz turk serialini asosiy voqealarni yetkazib berishda davom etamiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni va like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Dering rolni yomon boshqarib ketadi. 5 yil avval Asiya bezovtalanib suv ichadi. Volkan yoniga kelganda uning yuragi bugun juda yomon urayotganini aytadi. Volkan uning yuragini eshitib hazil qiladi. Ular biroz gaplashib o'tirgach, Asiya uchrashuvga kech qolmasligini, uni kiyimlarini dazmollab tayyorlab qo'yganini aytadi. Bugun Volkan Istanbulda mahalliy va xorijiy me'morlar bilan uchrashadigan bo'ladi. Volkan soati bilan uzukni qoldirib ketadi. Volkan hamkasblari bilan ish masalasini suhbatlashib o'tirganda, Derin tug'ilgan kuning bilan Aysha deb tort ko'tarib o'rtoqlarining yoniga keladi. Volkan uni yonidagilar tug'ilgan kunga havas nazarida qarab olishadi. Derin hamma dugonalari bilan salomlashib ko'rishib chiqadi. Volkan ularni kuzatib o'tiradi. Bu orada Asiya Volkanga telefon qilib uchrashuv haqida so'raydi. Volkan ishida bo'lgan stresslardan xalos bo'lib, o'zini yaxshi tutayotganini aytadi. Volkan sheriklari ketgach, o'sha yerni barida ichib o'tiradi. Derin barmenning yoniga kelib, telefonini zaryaddan olib ketganini aytib, telefonda olib yana davraga qo'shilib ketadi. Volkan Asiya bilan bir-birlariga xabar yuboradi. Volkan sheriklari ketadi. Volkan o'sha yerni barida ichib o'tiradi. Derin barmenning yoniga kelib, telefonini zaryaddan olib, yana davraga qo'shilib ketadi. Volkan Asiya bilan bir-birlariga xabar yuboradi. Derin yana barmendan suv so'rab keladi. U Volkanga qarab salomlashib, bugun Parijdan kelgani haqida gapirib ketadi. Keyin ular tanishib oladilar. Volkan o'zini me'morligini, u bu yerga hamkasblari bilan uchrashuvga kelgani haqida gapiradi. Ular ancha suhbat quradilar. Ertasiga Volkan tushlikka chiqqan payt yana Derinni ko'rib qoladi. U dugonasi bilan tushlik qilib o'tirgan bo'ladi. Volkan uni ko'rganidan xursand bo'lib, ko'zini uzolmay uni kuzatib turadi. Keyin ularni ro'parasidagi stolga borib o'tirib, ularning gaplarini eshitib o'tiradi. Keyin Derinni dugonasi xayrlashib ketadi. Derin Volkanni ko'radi. Volkan unga yoqimli ishtaha tilab, uni stolga o'tirishiga ruxsat so'raydi. Derin albatta deb uni taklif qiladi. Derin kelganidan beri hech qayerga bormagani haqida gapiradi. Volkan bu yerlar juda chiroyligini tushuntira olmasligini, agar xohlasa, uni hamma joyda aylantirib kelishini aytadi. Derin, konferensiya nima bo'ladi? Men sizni ishingizdan chalg'itishni xohlamayman deb aytadi. Ular birga kofe ichib o'tiradi. Volkan vaziyatdan foydalanib, Derinning qulog'iga lag'mon iladi. Asiya ishga keladi. Daryo uni yoniga kirib, ish mavzusi haqida gaplashadi. Volkan aytganidek, Deringni go'zal joylarga aylantiradi. U Deringning yuragini zabt etishga kirishadi. Dering juda ajoyib sayohat bo'lganidan Volkanga rahmat aytadi. Volkan kechga uchrashaylik deganda, Derin o'rtog'ining tug'ilgan kuniga borishini aytadi. Kech bo'lgach, Volkan Asiyaga telefon qilib, bugun ishi ko'pligidan band bo'lganini, endi ovqatlanishga vaqt ajratganini aytib, telefonda o'chiradi. U Deringning yoniga diskotekaga kirib keladi. Derin ter to'kib o'ynayotgan bo'ladi. Volkan uni yoniga kelib salom beradi. Derin uni bu yerda nima qilayotganini so'raganda, Volkan chunki sen shu yerdasan deb aytadi. Volkan Deringa anekdotlar aytib kuldirib o'tiradi. Keyin ular me'morchilik va dizaynchilik haqida suhbat quradilar. Derin senga yoqdimmi deganda, Volkan uni kulishi yarashganini, yoqqanidan hayratda qolganini aytadi. Derin qo'lidagi ichimlikni uni so'zlaridan hayajon bosib to'kib yuboradi. Volkan ko'zim tegdi deb salfetkani olib, uni kiyimlarini arta boshlaydi. Ularni ko'zlari to'qnash keladi. Volkan Deringdan bo'sa oladi. Asiya Alidan xabar olib, xonasiga kirib kitob o'qib o'tiradi. Bu paytda Volkan Derin bilan mehmonxonaga kelishadi. Asiya Volkanga xayrli tun hayotim deb xabar yuborib, uni suratiga qarab uxlab qoladi. Volkan ertalab turib telefonga qarab qo'yadi. Derin ham ko'zini ochib birga nonushta qilishini aytganda, Volkan ishga kech qolayotganini aytadi. Derin bu kecha ham u bilan qolishini so'raydi. Volkan rozi bo'ladi. Derin xursand bo'lib ketadi. Volkan Asiyaga telefon qilib, ish yuzasidan yana Istanbulda bir kunga qolib ketishini aytib, sevgi izhor qiladi. Asiya ham uni gaplariga ishonib, xursand bo'lib, uni sevishini aytadi.
Asiya ish yuzasidan qahvaxonada Murodbek bilan o'tirgan bo'ladi. O'sha yerda bir ayolning mazasi bo'lmay yiqiladi. Hamma Gunul deb uni atrofini o'rab oladi. Asiya doktorligini aytib, Gunulni yoniga kelib, uni yuragiga press-kachat berib, uni hayotga qaytaradi. Nevin Gunulni yonida bo'ladi. Tez yordam kelib, Gunulni kasalxonaga olib ketadi. Asiya ham ularning ortidan kasalxonaga yetib keladi. U Gunulning yonidan chiqib Nevinga uni ahvoli yaxshiligini aytadi. Nevin, agar siz o'sha yerda bo'lmaganingizda nima bo'lardi deb turganda, Nevinning turmush o'rtog'i Isonbek keladi. Nevin uni quchoqlab qo'rqib ketganini, Gunulning hayotini Asiya qutqarib qolganini aytadi. Isonbek Asiyaga katta rahmat aytadi. Daryo Asiyaga sobiq hokim Haluk Kuchni xotinining hayotini saqlab qolganini aytadi. Gunul o'ziga kelgach, Nevin Asiya haqida unga gapirib beradi. Gunul Asiyadek doktor borligidan mamnun bo'ladi. Derin Volkanni kutib tayyorgarlik ko'rib o'tirganda Nevin telefon qilib, onasi kichik yurak xurujini boshdan kechirgani haqida aytadi. Derin onasidan xavotir olib Volkanga onasini topib qochganini, hozir uni yoniga ketayotgani haqida xabar yuboradi. Derin onasi bilan telefonlashib, uni ahvolini bilib, keyin Volkanga telefon qilib, Tekirdakka ketayotganini aytadi. Volkan Tekirdak so'zini eshitib, hafsalasi pir bo'ladi. Asiya Gunulning yoniga kirib ahvolini so'raydi. Gunul Asiyaga katta rahmat aytadi. Volkan Asiyaga telefon qilib, Alini, uni sog'inganidan kelishga qaror qilganini va yo'lga chiqqanini aytadi. Volkan Derin bilan tez-tez uchrasha boshlaydi. Bir kungi uchrashuvda Derin Volkanning ko'ylagini kiyib olib, shimini ham endi olayotganda kistasidan nikoh uzugi tushib ketadi. Derin ko'rib qotib qoladi. Uzugning ichiga Asiya deb yozilgan bo'ladi. Volkan vannadan chiqib kelgach, Derin sevgilim juda jozibador bo'lib ketibsan deganda, Derin yig'lab Asiya kim deb so'raydi. Volkan hech nima demagach, Derin sen uylanganmisan deb uzukni uni qo'liga tutqazib, bu yerdan daf bo'l, yo'qol deb baqirib, uni haydaydi. Volkan unga rosa yalinadi. Derin uni oilali erkakligini bilganida unga yaqin kelishiga yo'l qo'ymasligini, uni ketishini aytib yig'laydi. Volkan ketolmasligini, chunki uni sevib qolganini, Asiya bilan bo'lsa ajrashishini aytadi. Derin unga ishonmasligini aytganda Volkan Asiyada ko'ngli yo'qligini, o'g'li uchun unga zo'rg'a toqat qilib yurganini aytadi. Derin o'g'ling ham bormi seni deb battar yig'lashga tushadi. Volkan uni bu muhabbatni yo'q qilmasdan Asiya bilan ajrashishga va'da berib, uni ko'ndiradi. Derin imkon qadar tezroq ajrashasan, so'z ber deganda Volkan so'z beradi. Videomizni shu yerda to'xtatamiz. Keyingi qismda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.